يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli qarindoshlar, bir kunsi Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam masjiddagi minbarninki birinchi palanpiga chiqqan vaqtida amin dedi. Ikkinchi qatimi yana ikkinchi palanpiga chiqqan vaqtida yana amin dedi. Minbarning 3-chi palanpiga chiqib yana amin dedi. Sahobalar buning sababini so'rabdi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam men birinchi palanpiga qadam qo'ygan vaqtida Jibril kelib, ey Muhammad, o'zining yashangan ota-onasi bor shu ota-onasining xizmatini qilmay jannatga kirmagan odam nihoyat ziyonkor odam bo'lib ketsin deb men amin dedim. İkinci peşte qadam qo'ygan vaqtimda Jibril kelib, ey Muhammad, sening isming tilga ilinsa, sana durud o'qimagan odam ziyonkor bo'lib ketsin debdi. Amin dedim. Üçüncü peşte palanpayga qadam qo'ygan vaqtida Ramazon kirib, gunohi kechirilmagan, ya'ni gunohi mag'firat qilinmagan odam qattiq ziyon tortib ketsin debdi. Amin dedim. Yani Ramazan'da günahı kechirilmasa qachon kechirilar deb Rasululloh mushundaq tushundirgan. Qarindoshlar, agar gunoh qilgan bo'lsak, xatolashgan bo'lsak, pushaymon qilib, samimiy tövbe qilsak, Alloh kechiradi. Bizning otamiz bo'lgan Odam alayhissalom gunoh qildi. Lekin darhol gunohin tunib, chin qalbidan Allohga yolvorib tövbe qildi. Allah tövbesini qabul qildi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi: "Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huvat-tawwabur rahim." Adam alayhisalom Allah subhanahu wa ta'aladan so'zlarni topshirib olgandan keyin Allohdan gunohini tilabdi. Allah Adam alayhisalomning gunohini kechirdi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala bo'lsa nihayeti tövbelerini qabul qilg'ichi va nihayet kuyimchan zatdir dedi. Shundoq qarindoshlar, Ramazon kelyapti. Ramazon bo'lsa tavba oyi. Har bir musulmonning Alloh subhanahu va taolo bilan aloqasini yaxshilaydigan eng yaxshi fursat. Hey qarindoshim, siz eng oxirgi qatim o'zingizning gunohini eslab, Allah'tan hayo qilib, gunohingizni tunib, hasrat nadomati bilan ko'zingizdan yosh oqqizbaqdingiz. Qachonlardan bu yosh chiqdi sizning ko'zingizdan? Mana bu Ramazon bo'lsa, gunohimizni yuvaldigan, Allohga yaqinlashib oldigan, nomuamal daftarlarimizdagi gunoh ma'siyatni o'chirib oldigan eng oltin va qimmatli bir fursat qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Ey inson, Rabbing Taala haqqida gunoh ma'siyat qilishga seni nima aldab ketdi dedi. Sen nima kushkirtdi yani? Sen qaysi bir sabab bilan, qaysi ishlar bilan seni kushkirtgan, sen oldigan, sen degdigi solgan nima o? Seni yaratgan, mushunda güzel şekilde qilib yaratib, shundoq bir mukammal takomil inson qon Allohga gunoh qilishga sen nima aldab ketdi deydi qarindoshlar. Nurg'ullarimiz, men tövbe qilsam, keyin yana gunoh qilib qolsam qanday bo'lar? Tövbe qilsam bu og'illarim, tövbe qilsam bu oilam, tövbe qilsam bu mening jamiyatdagi ba'zi ishlar deb mandaq bani sabab qilmayli qarindoshlar. Çünkü Allah ne deydi? Ma gharraka ey bandam, seni nima aldawatıdı? Seni nima kushkirtiwatıdı? Rabbing Taalaga osi bo'lishqa deydi. Hey, hozir tövbe qilishqa har xil uzrlarni qo'yishimiz mumkin. Lekin dabbiqing cho qarindoshim. Siz mushu daqiqalar, mush sekundlarda ya bir kun, ya bir yildan keyin yoki ma'lum vaqtdan keyin Allah subhanahu va taolaning oldida
Allah bilan yekkigana oturup ey bendem falani çağda günah kıldın. Şu çağda nima dep tövbe qilmading desa, hozir mush dunyoda ko'rsatgan bani sabablarni Alloh jalla jalaluhuning oldida deyishga ko'nglimiz unamdi, yuzimiz chidamdi. Allah subhanahu va taala shundoq deydi: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak." Ey insan balası, sen madamiki yana qaçalliki mana telmürüp, qulunu kötürüp, mendin ümit qilib, mendin günahını tilsan, men keçiriyorma. Sendin qandaq günah sadır boğanlıqı perva qilmayman. Ey bendem, navada senin günahların şunda jiq, şunda yuğan çoğ bulup asmanın qarigesimi men perva qilmay keçiriyetime deydi qarandaşlar. Oylab baqili Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karim nim deydi? İlla men taba ve amana ve amila salihan yubeddilullahu seyyiatihim hasanat. Nima degan güzel ayet bu. Tövbe qilgan ve Allahqa bo'lgan imonida mustahkam bo'lgan, ondan keyin yaxshi amallarni qilgan deydi. Tövbe qildingiz, Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan imoninizda mustahkam bo'ldingiz, ondan keyin yaxshini qilsangiz, Allah nima deydi? Burunqi butunlay qilgan yomon ishlaringlarni sovuq o'zgartib berma deydi. Ya Allah, meyada yaman işini keçirmedim de, yaman iş qancha ig'ir yaman ishlaring bo'lsa, darhol uni ajriga o'zgartib beradigan gap qarindoshlar. Nima degan bu? Nima degan fursat? Mana bu Ramazonda Alloh subhanahu va taolo tövbe qilaylik qarindoshlar. Mushu islom tarixida Malik ibn Dinar deb nihoyat bir ulug' bir zohid shaxs o'tgan. Bu zot deydi, men xalqlarning haqqini yeydigan, xalqlarni bo'zaq qiladigan, keşkiç haraq-şaraq içip naşayan işlarını qildigan bir adam edim. Yani men qilmagan hech qanday gunoh qilmadi deydi. Shunda bir yashavatgan vaqtimda bir to'y qilib balliq bo'lay degan arzu bo'lib qoldi menda deydi. Men shuni to'y qilib bir balliq bo'ldim. Bu balning ismini Fatima qo'ydim. Men balliq bo'lgandan keyin asta-asta bu gunoh ma'siyatdan qo'l uzishga boshladim. Kızım Fatima 2 yaş kirganda haraq içey desem davamlı qo'limga urib haraqni tüküt etdi. Shunda şu sebeplermi men bu haraq sharafda üzülüp bir yaxshi adam bo'lishga boshladim deydi. Fatima 3 yaş kirgan chaqda tuyuqsiz o'lib ketdi. Shuning bilan men buningga sabr qilib bulanmay yana eski yo'lga qarab mangdim deydi. Bir kuni haraqni taz bulishig'i içey deb bir kun kesh ichib demay dedi. İçib uxlab qilib mandaq bir tush ko'ribdim deydi. Qarasam qiyomat qoyim bo'libdi. Bütün insonlar bir maydonga yig'ilibdi deydi. Bir nido kelib, "Voy falani Allohga hisobni va'daydi." Bir ovoz kelib, "Voy falani Allohga hisob va" degan ovozlarni angladim deydi. Shun nim bo'lib ketganda qo'may qo'rqib, "Endi mening ishim tugishibdi" deb tursam, mening ismim chaqirildi deydi. Shunda atrofim qarasam, bütün odamlar yo'qolib ketdi. Bu maydonda malla qilib qoldim deydi. Şu an qarasam, oldimdan shunda yo'g'on vahshiy qarashtillam odamning yuragi jig'ildaydigan bir yilon meni qo'g'lashga boshladi deydi. Şu an qechib ketyapsam, bir qeri mukchib qolgan bir odam uchirdi deydi. "Voy meni qutqizvag'in" desam, "Voy men amal yo'q, seni qutqizolmayman. Atrafga berib baq" dedi. Şunun bilan oş taraf qassam oldimda dozaq turibdi deydi. "Voy men yilondan qochib o dozaq qochmamu" deb kaynimga yenib, "Yen voy meni qutqizvag'in" deb to'g'risam, o odam mening holim qarab yig'lab ketdi deydi. "Men amal yo'q, men seni qutqizolmayman, lekin atraf berib baqqin" dedi. Ben bir tarafga borsam, bir tog'dak bir yo'q ekan. U yerda "Voy Fatima, dadangni qutqizaylang" degan bir ovoz anglandi. O'shan qarasam qizim shunda qo'li bilan hiliqi vahshiy yilonni ishtib etib, "Dada" deb quchog'imda dunyoda qandoq akilab yotgan bo'lsa, shundoq akilab yotdi deydi. O'shani "Voy qizim, bu yilon nima bu yilon" desam, "Voy dada, bu yilon sening mash dunyodagi gunoh ma'siyatlari. Sen mana bu yilonni sen o'zing yo'g'ontgan yilon.
Ahir adam ço desem ahir adam senin namı amali. Sen mana namı amalın bilan, yani yaxşılıqın, savaplık işlerin. Sen onun bilan karın yok, muşunda mühçüyüp qalgan, muşunda qeyr adamdek muşunda holatda. O adam sen qarab nim dep yig'laydi. Dunyoda ma'nun bir ko'ngli bilgan bo'lsang, deb seni qutqizolmaganlik ayında yig'laydi. Ey dada, hilmu Allah subhanahu wa ta'ala meni sana berib, men 3 yoshda o'lib ketib ekanman. Mush sabablik mana men seni mushning ajri bilan, yani men seni qutqizolmagan bo'lsam, sen tugashgan bo'larding. Ey dada, sening tövbe qildigan vaqting kammidimi? Dedi. Şundan cho'chib uyg'onib ketib, ya Allah, voy tövbe qildigan vaqtim keldi deb, bu zot shunda tövbe qilgan. Davamlıq ko'chalarda, hey insonlar, tövbe qilinglar. Oz qoldi Rabbinglar bilan uchursizlar. Hisob ig'irdir. Mahsharga maydondagi bu kunlar nihoyat ig'ir kunlar, tövbe qilinglar deb masjidda, ko'ch-ko'chlarda bu odam to'g'laydi qarindoshlar. Shuning uchun Ramazon nihoyat yaxshi fursat. Tövbe qilish uchun yaxshi fursat. Endi bu tavba qilsak Alloh kechirdi. Kechirish uchun bunda 3 shart tepilish kerak. Birinchisi, bu gunoh ma'siyatni qilganligimizga chin dilimizdan pushaymon qilib tavba qilishimiz kerak. İkincisi, bu gunoh qilayotgan gunoh ma'siyatni, ya'ni tavba qilgan gunoh ma'siyatdan darhol qo'l uzishimiz kerak. Üçüncüsü, haqiqiy chin yuragimizdan ey Robbi, men bu gunohni qilmayman deb haqiqiy samimiy qilmaslikqa bel bog'lash kerak. Endi insonchilikda yeni ez qilsak, yeni mushunda tövbe qilish kerak. Bu 3 shart tepilsa, haqiqiy samimiy tövbe bo'ladi. Ammo birasining haqqini elib olgan gunoh bo'lsa, 4-sharti kishilarning haqqini qaytarishimiz kerak. Mana mushunda vaqtida biz tövbe qilgan bo'lamiz qarindoshlar. Mana bu Ramazon tövbe eydir. Günahkarlarının, asilarının, mana bizga o'xshash bichorlarning Allah subhanahu wa ta'aladan günahini tilib oldigan eng yaxshi fursatdir. Men qarindoshlardan bu fursatni qo'ldan bermaslikni, özlerinin günahlarını tilashini, ota-onalarning mayli hayot bo'lsin, mayli o'lib ketgan bo'lsin, ota-onalarning günahını tilab duo qilishni, tuqqanlar uchun, musulmonlar uchun, turmudagi qarindoshlarimiz uchun nihoyat samimiy yig'lab turib, nola qilib duo qilishni chin dilimdan umid qilaman. Chunki duo mu'minning eng kuchli qurolidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.